mening shu Shopenhauerda so'zlayotgan mazmunlarimning ko'pinchalarga bek tushadiganligi, mushundaroq bir narsa so'zlab bersangiz, bu shuni egallab olgan bo'lsak, turmushdagi nurg'un gaplarni ravon ifodalab ketalaydigan tuxmiz deganlik uchun bu qatim grammatika darsimiz bilan ig'iz til kuchaytirish darsimizni biriktirib etdik do'stlar. Ya'ni hozir o'rgangan grammatik qoidani shu vaqtning o'zida shu qoidaga tushirib jumla tuzalaydigan hamda shuni turmushdagi amaliy paranglarda qanday joylarda ishlatamiz, shuni ishlatalaydigan bo'lish oxirgi nishon maqsad shu. Shuning uchun bu darsimiz burunqidek bir oy yoki 2 oydan to'xtab qolmaydi. Izchil 3 oy o'rganish holatda, topda yeb holatda o'rganish holatda bo'lamiz, parangmi qilamiz, nazariya bilimni o'rganamiz degandek. Shuning uchun kunda yarim soatdan 1 soatlik vaqtni o'rganishga chiqara oladigan hamda mushu Shopenhauerda men so'zlayotgan mazmunlarni tushunalayotgan o'rgangichlar bosh betda o'ndar nomer bor, meni ayirib qachilab so'rasanglar bo'ldi va yoki o'zinglarning nomerini qoldirib qo'ysanglar ham bo'ldi. Undaqda bugun biz mushu davlat tilidagi tao degan ma'vu so'z bilan tunishib chiqaylik do'stlar. Bu tao degan so'z avval bu do'yinzi ko'p xil o'qilish bor so'z bo'lib, birinchi xil o'qilishi tao, uchinchi tonda o'qildi, ikkinchi xil o'qilishi tao, to'rtinchi tonda o'qildigan bo'lib, masalan, tao chö deymiz, mashina kayniga yondirish degandek, mundaq ma'noni bildirganda to'rtinchi tonda o'qildi. Tao chö. Tao bo'lsa o'rilish deganni bildirdi. Masalan, tao bi vayron bo'ldi, o'rildi, bichit bo'ldi deganni bildirdi. Endi tao degan bu so'zning yana bir intayin muhim bo'lgan bir ishlatish o'rni bor bo'lib, masalan, ni shuoya degan gap bilan ni tao shi shuoya degan gapning qanday farqi bor deganda men o'zimizning tilga kelib deb bersam, ni shuoya danga degan gap. Ni tao shi shuoya desak, voy danga degan gap. 这是什么意思? Bu nima degan ma'noda? Endi 这到是什么意思? Bu zodi nima degan ma'noda? Deb ma ikki Uyg'urcha jumlaning azroq farqi bor-ku intonatsiya jihatdan. Shuni kuchaytirib berish uchun keladi ma tao. Yana bir ma'nosi bo'lsa, biroq ammo degan ma'nosi bor. Masalan, 你倒挺聪明的，就是有点懒。你倒挺聪明的，就是有点懒。biroq u siz xil aqlli, shu sal o'rin. 你倒挺聪明的，就是有点懒。Ammo biroq u siz aqlli, ammo sal o'rin. Yani demakchi, bir ishni biz o'ylab baxmagan, aksicha yuz bergan vaqtida shuni bildirish uchun shu tao degan so'zni qo'shib qo'yamiz. 手机倒是没坏，就是旧了点的话，telefongu buzilib ketmedi. Ammo biroq bu telefongu buzilib ketmedi, 就是旧了点, shu sal ko'nrab qoldi. 手机倒是没坏，就是旧了点. Telefongu buzilib ketmedi, ammo biroq shu sal ko'nrab qoldi degandek mushundaq yerlarda toni ishlatamiz. Birinchi xil ma'nosi savol jumla bo'lsa, shu intonatsiyani kuchaytirib berish uchun keladi. Ikkinchi xil ma'nosi ammo biroq o'ylab baxmagan degandek ma'noni bildirdi.